Bugun Podключсam asoschisi Ilhom aka bilan qisqacha suhbat o'tkazamiz. Ilhom aka, nimaga o'zingizni brendingizning nomini aynan Podключсam deb qo'ygansiz? Bu brendimizning nomini men o'ylab topganim yo'q, chunki biz yoshlikdan shunaqa remont qilardik ustozim bilan. 16-15 yil bo'ldi, даже Podключ olardik, Podключ remont qilib berardik. O'shaning uchun nomini o'ylamasdan Podключсam qo'yganmiz. Siz bu sohaga qanday kirib kelgansiz va necha yillik ish tajribangiz bor? O'zi to'g'risini aytsam, men usta oilasida tug'ilganman, realniy usta oilasida tug'ilganman. Bobom, adam, amakam ustalar. 2009-yil bozorda savdoga ishlardim. Maktabni tugatgan paytimdan. Keyin u yerga ozgina ishladim, adam. Keyin u yerga keldim, adam aytdi, "Ruslan akang bilan ishga chiqasan" dedilar. Usta hamsa ham, ustozim hamsa ham ruslar, u kishi Ruslan akam. O'sha kishi bilan chiqib birga ishladik, shogird bo'ldim. 2009-yil. Hozir 2026 bo'lsa agar ish tajribamga 17 yil bo'pti. Hozirga kelib Podключсam asoschisiman. Ilhom aka, hozirgi paytda nechta loyihalar ustida ishlayapsiz va jamoangiz necha kishidan iborat? Podключсam o'zi 7 ta loyiha ustida ishlayapti. Ishchilar soniga keladigan bo'lsak, 18 kishidan iborat. Sizlar faqat ichki remont bilan shug'ullanasizlarmi yoki noldan boshlab uy qurib berasizlarmi? Yo'q, faqat ichki remont emas, biz noldan boshlab to'liq uy qurilishini ham qilamiz. Samimiy javoblaringiz uchun rahmat. Ishlaringizga omad tilab qolamiz.